Özümüzni qutuldurishda foydalanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor? Abduri Erkin Sidiq. Ikkinchi, zo'ravonlik vositalari bilan erkinlikka erishgili bo'lamdi. Diktatorlarning hammasi qonuniy to'salg'ularga, sud qarorlariga va ommaviy fikrlarga parvo qilmaydi. Kishilar ko'pincha vaqtlarda rayimsizlik, qiynash, g'oyib qilib o'tish va o'ltirishga taqobil turish jarayonlari orqali faqat zo'ravonlik vositalarla bir diktatorning hukmronligini oxirlashtira oladi degan yakunni chiqardi. O'zlariga qanchalik foydasiz bo'lishidan qat'iy nazar, g'azablangan ezilguchilar ba'zida qo'lga keltiradigan zo'ravonlik va harbiy vositalarning hammasini ishga silib, rayimsiz diktatorlar bilan elishdi. Ular ko'pincha vaqtlarda qanchalik azob oqibat tortishiga va jonlarining qanchalik ziyon tortishiga qaramay diktatorlarga qarshi botirlik bilan kurash qildi. Ular ba'zida ajoyib zo'r g'alabalarga erishdi. Ammo ashundaq yo'l bilan erkinlikka erishgan ahvol asosan mavjud emas. Zo'ravonlikqa tayangan isyonlar asosan rayimsiz bostirishni keltirib chiqarib, isyonchilarni burunqidan mubakrak foydasiz o'ringa tushirib qo'ydi. Zo'ravon tanlashlarning qandaq foydasi bo'lishidan qat'iy nazar, mundaq bir nuqtani har vaqt jazmlashtirgili bo'ladi. Zo'ravonlik vositalarida zolimlar har vaqt diktatorga qarshi kurash qilayotgan isyonchilardan ustun o'rinda turdi. Fuqarolar bilan selishtirganda zolimlar zo'ravonlik vositalarini ishlatish jihatda ko'p ustunlikni egallagan bo'ladi. Isyonchilar ba'zi vaqtliq foyda olayotgandek ko'rinsimi, oxirida yanala zolimlarning qo'lidagi harbiy imkoniyatlardan qochib qutulolmaydi. Harbiy qurol-yarog, o'q-dori, qatnash va harbiy kuchning ko'lami jihatda zolimlar har vaqt ustunlikni egallagan bo'ladi. Isyonchilar qanchalik botir bo'lishidan qat'iy nazar, qurol kuchi jihatda zolimlarga hargiz teng kelolmaydi. Ba'zida isyonchilar an'anaviy harbiy qo'zg'olonlarning amaliyotga uyg'un kelmaydiganligini to'nib yetib, partizanlik urushidan foydalanish yo'lini tanlaydi. Ammo partizanlik urushi ezilgan xalqqa foydali bo'lib chiqib, ularni erkinlikka erishtirgan ishlar asosan yuz berib boqmagan. Partizanlik urushi masalani hal qilmay, xalqni intayin ig'ir ziyonlarga uchiradigan ahvollar ko'p yuz berdi. Mayli xalqarалық tayanchlar bor bo'lsin yoki tanlagan yo'lini to'g'ri yo'lga chiqaradigan nazariyalar va strategiyalik analizlar mavjud bo'lsin, partizanlik urush mag'lubiyatdan saqlanishni biror kapolatga ega qilolmaydi. Partizanlik urush ko'pincha ahvolda nihoyat uzun so'zilgan bo'ladi. Uning sababi bilan hukmronlar fuqarolarni o'z yurtidan yoqi joylarga surgun qilib, g'oyat zo'r inson azobi va ko'chishlarni keltirib chiqardi. Partizanlik urushlari mag'lubiyatlik bo'lgan taqdirdami, ular qurilma jihatda uzun muddatlik salbiy oqibatlarni keltirib chiqardi. Qarshilikqa uchirgan hokimiyat isyonchilarni bostirishda burunqidan bakrak diktatorlashib ketadi. Agar ba'zi partizanlik urushlar g'alaba qilgan bo'lsa, yangidan qurilgan hukumat burunqi hukmdorlardan bakrak diktatorlashib ketadi. Sababi yangi hukumatning beshiga chiqadiganlar diktatorga qarshi kurash jarayonida kengaytirilgan harbiy kuchlarni o'z qo'liga texmo markazlashtirib, jamiyatdagi burun mavjud bo'lib kelgan mustaqil guruh va institutlarni ojizlashtirdi yoki vayron qiladi. Mustaqil guruh va institutlar mavjud bo'lmagan jamiyatda demokratiya mavjud bo'lib turolmaydi. Shunglashqa diktatorga qarshi yo'lga chiqqan kishilar cho'qim partizanlik kurashlardan boshqa tanlashga yuzlanishi kerak. Yuqorqilar kitobdan ilingan mazmunlar. 2001 yildagi 11 sentabr vaqasidan keyin Xitoy diktator mustamlikachi hokimiyati terrorlikqa qarshi urush bayrog'i ostida Uyg'urlarga qarata qattiq zarba berish tadbir siyosatlarini yo'lga qo'ydi. Sharq Turkistondagi xalqimiz Xitoyning zulmiga qarshi har xil shakldagi kurashlarni elib bordi. Uyg'urlar bir butun millat, biror tashkilot
yoki birər jamoat shaklida emas, bir qancha ayrim shaxslar shaklida qo'llangan vositalar va qilingan ishlar ichida yuqorida bayon qilingan ahvollarga tava deb qaralayotgan ishlarmi bor. Masalan, Beijing, Kunming va Urumchida yuz bergan ishlar. Mən oqurmanlardan maqalaning mazkur bilimidagi mazmunlarni o'z vatanimizda yaqinqi 30 yildak vaqt ichida yuz bergan ishlar bilan birlashtirib, o'ylanib beqishini umid qilaman. Xitoy hukmdorlari dunyodagi tangri bilan kurash qiladigan, tabiat bilan kurash qiladigan, odamlar bilan kurash qiladigan, ko'p sonliq insonlarga o'xshamaydigan bir guruhpa maxluqlar bo'lib, ular Sharq Turkistondagi xalq tinish shaklda ilib bargan norozilik namoyishlarga maqsadlik holda zo'ravonlik elementlarini qo'shib, andin u elementlarni Uyg'urlarni bostirishning bahonasi qilib ishlatdi. Sharq Turkiston va Xitoy o'lkalarida Uyg'urlarga ortilgan terrorlik va zo'ravonlik ish harakatlarini planlab va o'ynab chiqib, Xitoy davlati ichida va xalqaroda Uyg'ur nomini sesitib, shu orqali Uyg'urlarni tarixda yuz berib baxmagan darajadagi ig'ir ziyonlarga uchratdi. Bu ishlar mazkur kitobda bayon qilingan yuqoridagi ahvollar doirasiga kirmaydi albatta. Davomi bor. 2022 yil 12 oyning 27 kuni.